O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash bugungi kunda davlat siyosati va islohotlar markazida turibdi. Ammo ayrim joylarda yuz berayotgan ba'zi holatlar bundan mutlaqo farq qilmoqda. Bu esa nafaqat huquqiy barqarorlikni, balki davlatning butun ma'muriy va siyosiy tuzumini savol ostiga qo'yadi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi ismi oshkor etilishini xohlamagan shaxsning bizga ma'lum qilishicha, ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi mansabdor shaxslar tomonidan qonunni qasddan mensimaslik kabi holatlar yuzaga kelmoqda. U tomonidan prezident, bosh prokuror va qator yuqori lavozimli rasmiylarga yo'llagan murojaatda yuqoridagi kabi qonun buzilish holatlari bayon qilingan. Mazkur murojaatda ta'kidlanishicha, Gulnoza Qayyumova 2024-yil 25-dekabrda Marg'ilon shahar sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bo'yicha aybli deb topilgan. Sud hukmiga muvofiq unga 2 yil muddatga mansabdor lavozimlarda va moddiy javobgarlik yuklatilgan vazifalarda ishlash taqiqlangan. Farg'ona viloyati sudi 2025-yil 23-maydagi ajrimi bilan ushbu qaror o'zgarishsiz qoldirilgan. Qonunan mutlaqo aniq va ravshan qilib belgilangan taqiqlovlarga qaramasdan Gulnoza Qayyumova joriy yilda ham Marg'ilon shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida mansabdor lavozimli hisoblangan bo'lim boshlig'i sifatida ishlashda davom etmoqda. Bu holat haqida shahar Ichki ishlar boshqarmasi va Ta'lim vazirligi xatlari orqali tegishli buyruqlar chiqarilgan bo'lsa-da, ularning ijrosi ta'minlanmagan. Qonuniy ta'sir choralari ko'rilmagan holda sud hukmi deyarli yo'qqa chiqarilgan holat yuzaga kelmoqda. Hayron qolasan kishi, jinoyatga moyil shaxslarni ta'lim dargohlariga yaqin yo'latmaslik ustuvor vazifa sifatida ko'rilayotgan bir vaqtda Qayyumovaga lavozim tortiq qilish kulgili emasmi? Bunday vaziyat nafaqat yuridik, balki siyosiy jihatdan ham xavflidir. Mamlakatda sud qarorlari ijrosi ta'minlanmasa, islohotlar haqidagi so'zlar amalda o'z tasdig'ini topmaydi. Xususan, sud hukmi bilan ishlash huquqidan mahrum etilgan shaxsning hanuz mansabda qolishi qonun ustuvorligiga nisbatan shaxsan va ommaviy ishonchni yo'qotadi. Tushunarsiz vaziyat. Sud hukmlari mahalliy ma'muriy boshqaruv tomonidan nazar pisand qilinmasa, olib borilayotgan islohotlarning qiymati yo'qolmaydimi? Bunday bepisandlik davlat rahbarining har tomonlama islohotchi pozitsiyasi, xalq oldidagi ochiq va shaffof boshqaruv tizimini shubha ostiga qoldirishi tayin. Bu esa faqat ta'lim sohasini emas, balki islohotlar asosida qayta qurilayotgan butun davlat boshqaruvini obro'sizlantirish xavfini tug'diradi. Shu bilan birga sud qarorlarini inkor etishda davom etadigan mahalliy rahbarlar kelgusida davlatga nisbatan norozilik kayfiyatining kuchayishiga yo'l ochishi mumkin. Chunki qonunni buzgan mansabdor javobgarlikdan qutulib ketsa, oddiy fuqaroning mamlakat qonunlariga bo'lgan hurmat tuyg'usi kamayadi. Bu nafaqat fuqarolik jamiyatini, balki hokimiyat tizimining barqarorligini ham izdan chiqaradi. Murojaatda bayon etilgan holat albatta yuqori darajadagi huquqiy va ma'muriy tushuntirishni, real izohni talab qiladi. Bosh prokuratura tomonidan sud hukmining ijro etilmaslik sabablari aniqlanib, tegishli mas'ullarga nisbatan intizomiy va huquqiy choralar ko'rilishi shart. Ichki ishlar va ta'lim vazirligi esa o'z tizimidan qonun talablariga zid harakat qilgan yoki passivlikka yo'l qo'ygan rahbarlarni qayta ko'rib chiqishi lozim. Bu holat sud hukmi qog'ozda qolmasligi kerakligining, ijro tizimidagi zaifliklarga yo'l qo'yib bo'lmasligining yaqqol misolidir. Mamlakatda qonun ustuvorligi bo'lmasa, davlat barqarorligini ta'minlamaydi. Har qanday sud hukmi barcha mansabdorlar, hatto mahalliy rahbarlar uchun ham so'zsiz bajarilishi shart. Qonun ustuvorligi faqat shior emas, balki har bir davlat xizmatchisi hayot tarziga aylanishi lozim. Murojaatdagi holat esa bu tamoyil hali ham tahdid ostida ekanini namoyon qilmoqda. Demokrat.uz sayti jarayonlarni kuzatib boradi va holat yuzasidan o'z surishtiruvlarini davom ettiradi.